103. sual. Assalamu alaykum ustoz. Qanday ahvollari? Alloh tallarini salomat, ilmlarini ziyoda qilsin. Mening savolim Xitoy mallarini elib setish va shundaq so'zni qildigan Uyg'ur savdogarlar haqida edi. Birinchi, Uyg'ur qarindoshlarimizning tajovuzchi Xitoydan mal elib setishining hukmi nima? Shundaq mallarni setib olishning-chi? Ikkinchi, biz shaxsan Xitoy mallarini boyqut qilish yo'lini tutib, amalning barcha almaslikka tirishimiz. Qimmatroq bo'lsa-mu Xitoydan boshqasi ishlab chiqarganini izlab yurib setib olamiz. Lekin ba'zida az bo'lsa-mu Uyg'ur qarindoshlarimizning so'zini qo'llayli deb atayin Uyg'ur do'konlaridan yoki Fars tijorat qilgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan mal setib olsak, asosan Xitoy meli chiqadi. Bundaq ahvolda bu kishilar bilan savdo aloqani uzish kerakmi yoki qanday muomala qilishimiz kerak? Javob: Va alaykum assalom. Alloh shukr. Bu ko'p taraflamalik biror shaxs mundaq hukm chiqaradigan masala emas. Balki nazariya jihatdan har soha mutaxassis olimlar yig'ilib, muzokaralashib, atrofliq o'ylashib qaror chiqarsa munosib. Ondan u qarorning amaliylanishi boshqa gap. Uning ustiga boshqa davlatlarning ishlab chiqargan mallarimi asosan Xitoyning xom yoki dastlabki materiallariga tayinadi. Turmush buyumlaridimi Xitoy millidan saqlanib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Yana nurg'un zavodlar Xitoy millini olmasa butunlay to'xtab ketishi mumkin. Shunga Xitoy millidan mumkin qadar yiroq turishimiz va tijoratchilarmi amal bor boshqa tijorat yo'lini tepishi kerak. Ammo tubdan hal qilish chorasi topmay turib, boyqut qilish ta'sir to'xtashi mumkin. Shunga kishilar bilan bu sababdan aloqani uzish to'g'ri bo'lmaydi.